g'ishtlarni urdirib qo'ydingiz, sesmalar quydirdingiz, endi tom yoptirmoqchisiz. Lekin tom materialni qancha ketishini bilmayapsiz. Birgalikda hisoblaymiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar. Xo'p, bugungi videomiz shunaqa tomlarni to'sinlarini, vassalarini, strapilar, shiperlarini qanday hisoblash. Sodda dehqonchasi video qilyapmiz. Bizga video qilishimizga sabab, bizga juda ko'p insonlar tika teragim bor, usta o'shani hisoblab bersangiz men kesib tayyorlab qo'yaman deydi. Bizi vaqtimiz u inson vaqti bilan to'g'ri kelmay qolib, jicha kuttirib qo'yapmiz. O'sha siz ham misol boshqa insonlarga telefon qilsangiz ustalarga 3 kundan keyin, 4 kundan keyin boraman deydi, sizni teragingiz qolib ketadi. Shu maqsadda video olinyapti. Keyin ba'zi bir joylarga borsangiz shunaqa tomlarni yopishadiki, bizning videomiz asosan bilmaganlar uchun, bilganlar uchun doimgidek eslatma. Mana shunaqa tomlarga borsangiz, tom yopiladi. Tom yopilgandan keyin ko'rsangiz, katta uyga kichkina tom bo'lib qoladi yoki kichkina uyga katta tom bo'lib qoladi. U juda sifatsiz ko'rinadi. Shuni, masalan, sizni bir qavatli uyingiz bo'lsa, doim misol usta gaplashdingizmi, tomimni 30 gradusga yopib bering desangiz, bir qavatli uylarga 80% chiroyli chiqaveradi. Masalan, siz usta gaplashdingiz, ustaga mana shu tomimni 30 gradusga yopib bering desangiz bo'ldi. 80% uylarga, bir qavatli uylarga tekis chiroyli bo'lib chiqaveradi. Shular haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib, mana shunaqa uyingiz bo'lsa, uyingizni uzuni bilan ko'ndalayini o'lchaysiz. Doim to'sin ko'ndalay machasi tushadi. Uzuniga masalan 4 ga 3,5 uyingiz bo'lsa, siz 3,5 ga to'sin tashlashingiz kerak. 4 metrga to'sin tashlash uchun siz 4,5 yoki 5 metrlik to'sin olishingiz kerak. 3,5 metrlik to'sindan ko'ra 4,5 metrlik to'sin sizga ancha qimmatga tushadi. Siz 3,5 metrga to'sin olib tashlasangiz, 100 mingdan olib tashaverasiz, ko'taraverasiz. 4 metr joyga tashlamoqchi bo'lsangiz, 4,5-5 metrlik to'sin olishingiz kerak. U bir donasi sizga 150 mingdan 250 minggacha kelib chiqadi. Agar 3,5 ga olib tashlasangiz, 100 ming, 120 minglik to'sinlar olaverasiz, tashaverasiz. Mana shunaqa, mana shu xuddi uyingiz bo'lsa, ko'ndalayni o'lchaysiz, uzunini o'lchaysiz. Agar bo'lishga ham qiynalsangiz, mana shu burchakdan 15 sm qochilib 60 sm ga o'lchaverasiz. 60, bitta to'sin ketar ekan, 60, ikkita to'sin ketar ekan. Yo'q, unga erinadigan bo'lsangiz, xo'p, uyingiz uzunini o'lchaysiz. Masalan, 8 metr. 8 metrni 60 sm ga bo'lasiz. Shunda nechta to'sin chiqishi, ketishi aniq bo'ladi. Shunaqa qilib hisoblayverasiz. Hozirgi kun mana miqlar endi murlat qo'ygani chiqarib qo'yishgan. Murlatni qo'yib turib qayirib qo'yaverasiz. Bu ham yaxshi. Hozirgi kunda shuni ham murlat tashlaganingizdan keyin to'sin tashlaysiz-ku. 12 sm ga to'sin minib qolyapti xolos. Qolgan joyi havoda turibdi. Shuni ko'p joylarda mana shu sesma poyezdni o'ziga to'sinni tashlayapti. Misol 30 minadigan bo'lsa, to'liq 30 minyapti, 40 minadigan bo'lsa, to'liq 40 sm sesma poyezdiga o'tiryapti, to'siningiz baquvvatroq ilashyapti. Keyin sizga mana shu joyingiz 150 metrmi? 150 metr murlat ekanon bo'ladi sizga. Zardivol urib qisib qo'yasiz to'sinni. Ustidan vassa tashlab loy bossangiz, hech qachon to'siningiz ko'tarilib ketmaydi. Shu. Keyin vassani ham hisoblash bo'ladi. Vassa oddiy narsa, shuni ham aytib o'tib ketaylik. Uyingiz nechiga nechi? Masalan, bizning hozirgi uyimiz 13 ga 8. Shuni ko'paytirasiz. Nechta kvadrat chiqdi? 13 ga 8 ni ko'paytirasiz. Nechta kvadrat bo'lsa, o'sha kvadratga vassa olaverasiz. Xo'p, endi uyda 30 gradus qanaqa chiqariladi desak, ba'zi bir joylarga borsangiz, ikkita strapilarni qo'yadi-da, sizga ko'rsatishadi. Mana shu balandligi bo'laveradimi dedi. Siz endi pastdan ko'rib, qurilishni yaxshi tushunmaganingiz uchun bo'laveradi deysiz. Tomingiz sifatsizroq chiqib qoladi. Shuning uchun o'sha sifatsiz bo'lmasligi uchun siz tomingizni 30 gradusga yoptirsangiz, tomingiz chiroyli chiqaveradi. Endi 30 gradus qanaqa qilib chiqariladi? Biz endi haligi o'fshi, bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi demaymiz. Soddaroq dehqonchasiga tushuntiramiz. Xo'p, bizni uyimiz sal yana ham osonroq bo'lish uchun ikkita g'isht olib, haligi sarrobni o'rnilarini sizlarga osonroq tushuntirib o'tib ketaman-da. Mana. Xo'p, 30 gradus qanaqa chiqariladi? Uyimizni uzunligi 13 metr, eni 8 metr. Xo'p, 13 dan 8 da ayirib olsangiz 5 metr qoladi. Sarrobingiz mana shu joyga 5 metrlik sarrob ketadi. Xo'p, uyingizni
Mana shu yerga ikkita ustum qo'yib olish kerak edi o'zi. Bizda hozir material yo'q. Sizlarga mana shu ustumni o'rni. Xo'p, mana shu yerda 5 metrlik sarrob ketadi. Xo'p, endi buni sarrobingizni balandligini 30 gradusda o'sha balandligini qanaqa qilib chiqariladi? Xo'p, mana. Bag'i 13 dedik-ku. Bu tomoni eni 8 metr dedik. Bu hamma uylarga tushaveradi. Masalan, uyingiz 15 ga 10 bo'ladigan bo'lsa ham, xuddi shunaqa qilib chiqaraverasiz. Eni 8 metr bizniki. 8 metrni 2 ga bo'lasiz. 4 metr qoldi. 4 metrni 1.71 ga bo'lasiz. 4 metrni 1.71 ga bo'lsangiz, ustingizni, sarrobingizni balandligi chiqadi. Tomni balandligi chiqadi. Xo'p, 8 ni 1.71 ga bo'lsangiz, 2.33 chiqadi. Ya'ni 2.30 deylik. Xo'p, mana shu yerga endi siz 5 metrlik sarrobni olib turib, mana shu yerga sarrobingizni qalinligini chiqarib olib turib, bitta ustum aralaysiz, u tomonga ham bitta ustum aralaysiz. Sarrobni mindirasiz, bo'ldi. Shu holatda sarrobingiz ko'tariladi, tomingizni balandi chiqadi. 2.30 bo'ldimi? Endi siz bu endi strapilar hisoblashda siz strapilarni necha metr ketishini bilish uchun sarrobingiz ko'tarildi-ku. Nima deydi? Bu konvert usulida yopiladi. Agar siz to'g'ri yoptirmoqchi bo'lsangiz, u ham mana shu aytganimizdek ketaveradi. Mana shu yerga bitta ustum qo'yib olasiz. Qo'yib turib 4 metrni 2 ga 8 metrni 2 ga bo'lsangiz 4 metr qoldimi? 4 metrni 1.70 ga bo'lasiz. Bo'lganingizda 2.30 qolsa, mana shu yerga 2.30 ni ustumni o'zini tikkalab olasizda, ikkita strapilarni shuni olib kelasiz. Olib kelib bir-biriga ustumni uchiga shuni mixlaganingizdan keyin tomingizni figurasi chiqadi. Bu to'g'ri tom uchun. Ashunda bu ustumni olib tashab turib, siz strapilarni o'rtasidan mana shu yerdan qilib sarrob tortib ketaverasiz. Bu tomonga bitta sarrob tushadi, narigi tomonni ham o'rtasiga bitta sarrob ketadi. Strapilarni uchini bir-biriga mixlab qo'yaverasiz, turaveradi. Konvertni umuman boshqacha bo'ladi. Konvertni hozir mana shu holatda tushuntiryapmiz. 5 metr sarrobni olib, ustingizni aralab qo'yib ko'tarib olganingizdan keyin, xo'p. Endi siz bu oldi tomoniga necha metr shapka chiqarmoqchisiz? Masalan, 1.20 yoki 1 metr chiqarmoqchisiz. Mana shu yerdan 1 metr tashqariga chiqarib turib, bitta sheriga olasizda 1 metr tashqariga chiqarib, metrda uchini olib mana shu yerga kelasiz. Kelib turib, sarrobni uchiga qo'yasiz. 4 metrmi, 5 metrmi, 6 metrmi strapiyangizni uzunligi chiqadi. Bu tomoni ham xuddi shunaqa. Bu tomoniga 70 yoki 50 sm chiqarmoqchi bo'lsangiz, shu tomondan xuddi aytganimizdek, ko'cha tomonga kaltaroq chiqarmoqchi bo'lsangizmi, 50 chiqarmoqchimisiz, 60 mi, shuni metrda 60 qo'yib turib, shu yerdan bitta sherigingizni olib, bag'ini ushatib qo'yib, bu sarrobni uchiga ketasiz. Olib kelib turib, metrni uchini ko'rasiz, oxirini ko'rasiz, 4 metrmi, 5 metrmi, oldi tomoniga necha metr strapiyalar yoki orqa tomoniga necha metr strapiyalar ketishi aniq bo'ladi. Uzunligini bitta metrda ko'rib olganingizdan keyin strapiyalarning uzunligi chiqadi. Xo'p, endi konvert dedik-ku. Konvertni ham endi bu tomoni qoldi. Bu tomoniga ham xuddi shu. Mana shu yerdan metrda olasizda, sarrobingizni uchiga olib kelasiz. Bunda ham strapiyalarning uzunligi kelib chiqadi. Xo'p, endi strapiyalarning uzunligi kelib chiqqandan keyin, shiperni nechta ketishini hisoblashda endi. Masalan, 4 metrlik strapiyalar ketdi. Bitta shiperimizni uzunligi 1.75 sm. Eni 1.7 sm. Xo'p, siz uni 1.64 ga hisoblaysiz, 10 sm bir-biriga minib ketadi. 4 metrda o'sha 1.64 sm ga bo'lsangiz, nechta shifer ketishi aniq bo'ladi. Masalan, bu tomonimizga 3,5 ta yoki 3 ta. Bu tomonimizga 3 ta tushganda ham, xo'p, bu tomonni uzunligini bilasiz, 13 metr. Har 1 metrga bittadan shifer ketadi. 13 ta bu tomoniga, bag'iga 3,5 ta. 3,5 ni 13 ga ko'paytirsangiz, bir tomoniga nechta shifer ketishi aniq bo'ladi. Xo'p, endi shiferni ham xuddi shunaqa qilib chiqarib olaverasiz. Bu tomoniga mashincha ketar ekan, bu tomoniga shuncha ketar ekan deb chiqarib olaverasiz. Keyin reka ketadigan bo'lsa, mana bitta shiferimiz 1.64 dedik-ku, bitta shiferga 3 qator reka ketadi. 3 qator reka bo'lsa, bu tomonimizga 3 ta shifer ketdimi, 9 qator reka ketadi. 9 qator reka ketganda 9 qator rekani 13 metrga ko'paytirasiz. Ko'paytirsangiz necha metr aniq bo'ladi.
Shunaqa qadrdonlar. Shunaqa qilib, soddagina qilib chiqarib olaverasiz. Endi bu ustalar har yo'lini biladi, chiqarishni biladi. Asosan bizni videolarimiz bilmaganlar uchun qadrdonlar. Shunaqa. Qolgan nimalar qoldi? Shunaqa qilib chiqarib olaverasiz. Videomiz tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Usta tog'alar kanalini podpishka qilib, videomiz manfaatli bo'ladigan bo'lsa, bir dona like bosib, Usta tog'alar kanaliga obuna bo'lib ketasizlar. Doim qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar. Yaxshi yangi videolarimiz oldinda. Joninglar sog' bo'lsin.